Xo'p, aziz dehqonlar, mana yig'ildi. Komplektda, значит, 9 ta nasatga kelyapti. Bu 6 talik, a? Bu 6 talik. 6 talik. Bu 10 talik. qolganlari 12 talik. Bu ham 12 talik. Xo'p, teshiklarning razmerlari har xil. Urug'larga moslashtirsanglar bo'ladi. Ustunchasi bor. Bu yerdan 1 sm o'lchanadi nol holatda. Keyin buni tushirilgandan keyin bu qotiriladi mana. Qotirilib 1 sm bo'lgandan keyin yeri o'z-o'zidan 1 sm chuqur oralig'iga tashab ketadi, orqasidan bu yopib ketadi. Nasatkamiz aylanyapti. Har aylanganda bittadan urug' pastga tushadi. 12 talik nasatkada mana 13 sm dan 12, 11, 10, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 5 sm oraliq masofada rostlashimiz mumkin. Ya'ni dehqon akalarimiz qanaqa urug' ekmoqchi bo'lsa, avvalambor urug'larini mana teshiklarga moslab nasatkani oladi. Undan so'ngra mana yulduzchalarni qo'ygan holatda mana tablisaga qarab turib shu santimetrini Topish imkoniyati bor.